Ahad Xudoyorov yoki Bekzod Ahradov. Birinchisi qiynash boshlandi. Ahad Xudoyorov. Misha aka yoki Zulfiqor Abdurahmonov. Misha aka. Ro'zibek Hakimov yoki Zafar Jalolov. Ro'zibek Hakimov. Ezzestet yoki Alisher Bo'tiyev. Ezzestet. Bahromjon Boymirzayev, Saidaliyev Shahzod. Bahromjon Boymirzayev. Abdulla Jabbarov yoki Sanjar Baxtiyorov. Abdulla Jabbarov. Sirojiddin Sharafov, Bahri Sayfullayev. Bax aka. Abduvahob yoki Mironshoh Nurillayev. Abduvahob. Ro'zibek Hakim yoki Misha aka. Misha aka. Ahad Xudoyorov yoki Abduvahob. Ahad Xudoyorov, Abduvahob. Ikkitasi ham qiyin tanlov. Abduvahob. Ezzestet, Bahromjon Boymirzayev. Ezzestet. Bax aka yoki Abdulla Jabbarov. Bax aka. Bax aka. Bax aka, Ezzestet. Bax aka. Misha aka yoki Abduvahob. Misha aka. Endi finalga yetib keldi. Misha aka yoki Bax aka. Xo'p. Ikkitasi ham o'ziga yarashasi bor, lekin albatta Misha aka.